Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Al-Hazar degan o'zbek mini serialiga obzor Qisqametrajli qilmoqchimiz. Ha. kinosi. O'zbek ujus kinosi. Cringe o'zbek. Krinjovat qilgani keldik. Bugun sizlarga yaxshi настроение ulashmoqchimiz. Kasal bo'lganimizga qaramay Florida uz ishlaydi. Har doim nima desa bo'ladi? Bizda harakat bo'lsa, sizlardan podpiska va like bo'lsin, kommentariya repost qilib qo'yasizlar. Bundan-da kasbiy videolar chiqishiga hissiylar qo'shishinglarni so'rab qolamiz. Qani ketdi. Davay, boshlaylik. O'ldirilgan folbin. Boshdan kelishidan boshlaylik, sразу. Ket, boshdan. O'ldirilgan folbin. Aka, chekishda biz targ'ibot qilmaymiz, chekmanglar umuman. Biz ham faqat здоровый образ жизниga tarafdorimiz. Har doim bitta svet ishlatiladi. Xo'p, yaxshi. Keyin bitta narsa aytib ketay sizlarga, agar gapirmoqchi bo'lsalaring, pauza qilib keyin gapiringlar. Bironta kommentariyaligi bo'lsa, pauza qilib keyin. Opa, reaksiya yo'q. Reaksiya yo'q. Opaga vashcha qiziq yo'q ekan. Bitta pichoq tiqyapti, umuman o'sha turibdilar qotib. Keyin bitta interesli sizlarga savolda, agar yaxshi folbin bo'lganda buni предугадать qilish kerakmidi? Balki folbin emasdir bu. O'ldirilgan folbin deyapti. Endi вроде bu qotilni hayotini olib olayotgandir boshdan. No, qotil folbinni o'ldirgan. O'ldirilgan, Dars qo'rdi. O, qara. Yo'talganiga nechi? Jicha, Shunaqa yutalish kerak. lekin kamera obstanovkasi yaxshi, uzoqlashtirib, anaqa joylarni yashirib. Hozirda o'zbek kinosi. Qanday boshlanish? Bir oy oldin. Endi o'sha gapim endi tushyaptimi? Folbin bo'lgan ekan. Agar normalniy folbin bo'lganda предугадать qilish kerak-da. U hammasi mana shunaqa narsaga ishonadigan o'zi konchинный odam. Infotsiganlar. Infotsiganlar bo'ldi. O'g'a, paxta gulli Mana piyalalarni qara. Paxta gulli piyalalar ustiga sham, tupa ko'chadan qanaqadir dekoratsiya olib kelib olishdi. Oyi, nima deysan? oyijon, Reklamalar uchun joy. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Endi mikrofonga gapirdi faqat. boshqa ish qilsak bo'lmaydimi? Nima? Sen menga aql o'rgatyapsanmi? mana shu yerda opa kimni rasmini yoqyaptilar. Sujet shuni bilib olish kerak. Yig'ishtirib, boshqa ish ko'rib qilsak olmadim. bo'lmaydimi? Nima? Sen menga aql o'rgatyapsanmi? Kirmizak bola. Yo'q. Oyi, Umid akami oylari sizni folbinligingizni bilib, folbinni qizini olib bermayman debdi. Bu vashi 3-sinf qiz shekilli. O'shada. Ma qizchami? Ha. Bu bloger bu ham.
Instagramda Instagramda bloger. Yo, semiz просто bilan vashi kichkinash kelaydi Yo, deyapmanda. Просто yuzi shunaqa o'xshaydi. O'zi где-то 20-21 yoshli qiz bo'lsa kerak. U kinoni boshida o'ldirayotganda вообще kichkina qiz chiqib keldi-ku. Endi shar e'tibor etmoqchi edim. Mingcha qiz yugurib ketdi-da. Ha, kichkina qiz yugurib Yo'q, ketdi, bildingmi? Yo'q, qaytarmaymiz. Nima? Nima deding? O'rgeldi o'sha Umid akangdan. Umid akammish. Yaxshi bo'pti shunaqa degan bo'lsa. Ular bir oyda topadigan pulini men bir kunda topaman. Qo'lidan kelsa qilsin. Tushundingmi? Ana shu yerga bitta mem keldi, bilasizmi? Instagramga ko'p chiqdi-yu. Misol takoy luxury hayot ko'rsatdi. San yigiting bir oyda topayotgan pulni biz bir yilda topamiz deydi. Как раз Teskari. O'lib ketsa menga desa. Yo'q bo'lib ketsin. Ey, ko'zingni sho'rvasini menga oqizma. Ertalabdan asabimni buzib. Oyi, iltimos keling shu ishlarni Oy, ertalabda sham yoqmaydi. tashlaylik. Axir bu harom-ku, bu yaxshi ish emas-ku. Ey, qo'chi! Seni nomard dadang 1 yoshligingda tashlab ketgan edi. Bir-birdan nonga zor edik. Agar shu ishi bo'lmaganida, sen ham men ham ochdan o'lardik. Nonkor! Kimni puliga o'qiyapsan? Kimni puliga kiyinyapsan? Meni baxtimdan ham ustunmi shu ishingiz? Tan oling, oyi. Emotsiyasi bor. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Bu harom. Issiq sovuq qilasiz, oilalarni buzasiz. Boshqa ish qilaylik iltimos. Qilmayman. O'lgunimcha shu ishni qilaman. Ertalab tasab tuzmadi. Qorong'u yotibdi. Kechqurun bo'lyapti. Nima amal qilaman? Issiq sovuq qilaman. Tushundingmi? Nima? Dunyoda menmi bitta folbin? Menga o'xshagani son mingta. Sen xavotir olma. Seni undan ham yaxshisiga uzataman. Men esa Umid akadan boshqasiga tegmayman. Normal shtativ ham qo'ymabdi. Yurganda kamera dirillab ketdi, sezildi. Hali yoshsan-da. Erta katta bo'lgan bilasan. Sevgi emas, haqiqiy pul odamni baxtli qilishini. Noshatda qo'shilaman lekin. Nima dedi? Tushunmay qoldim. Aytdi, tipa sevgi emas, pul odamni baxtli qiladi. Po sути. Ha, Hozir shunaqa. situatsiyaga ko'proq, situatsiyniy narsa ko'proq. Вообще urojina bilan milliard dollaring bilan ham endi вообще ko'nglingga tushmaydigan, вообще uni qiz bilan milliard dollar bilan ham слишком счастливый bo'lib ketolmaysan-da. Men bo'lardim. Нет слов. Alo. Dilbar opa bo'shmisiz? Ha, bo'shman, kelavering. Hozir boraman. Uyda oldilar. Darvoza qara. Darvozada endi как бы. Shu boshini tepasi ochiq joy bor ekan. O'g'ri ossan ekanda. Biroz pishib ketaver. Bu Mers kimniki? Hozir bilamiz. Sizga nima kerak? O shayton urg'ochisi. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima Ha? qilibman? Nima qilibman? Nima qilganingni bilmaysanmi? Xotinimni yerga berib yubording-ku. O sen maraz. Ha, qara aka. Hech kimdir folbinga borganmi? Yoshligida bo'lsam, biror marta. Yoshlikda nimaga folbin? Сказочный долбоеб. Yo, mabodo ishing tushib uydagilar qarindoshlar borganda. Fol bilan hech qachon mashqa bejam olmaydi, to'g'ri. Yo'q, men uni bilmayman, hech kim bormagani. No, endi aytmoqchi edim o'zi. Uyqudan ham shunaqa turib chiqib kelyaptimi deb endi aytmoqchi edim. Bosh oralab bo'yalib, unaqa narsa jingalak soch. Tipa scenический obraz qilishibdi-da, shunaqa. Chiganligini bildirib qo'yganda mana infa chiganlar.
Chigan, haqiqiy makiyaj chigan bo'lgan. Misol oddiy xotin bo'lib o'tiradi-ku. Shayton urg'ochisi. 2 yil qamoqda o'tirdim xolos. Xotinimni har xil gap bilan aldab, xotinimni erga berib yubording. Men xotinning erga berganim yo'q. O'zi ersirab turgan ekan. O'zi tegdi. Nima yonimga kelsa mendami ayb? Hammasini eshitdim. Sen xotinimga ering endi qamoqdan qaytmaydi degansan. U ham seni yolg'onlaringga ishonib, erga tegib ketdi. U bilasanmi nima qilgandi? Ha? Nima qildim? Bolalarim seni deb boshqa otani qo'lida yuribdi. Men seni sog'. Opa. Mashina qitiravergan. Qimirlaganim yo'q bor. Qo'ymayman. O'ldiraman seni. Nima? O'ldiraman. O'ldiraman seni. O'zingizni bosing, nima qilyapsiz? Hey! Indamaganimga hamma narsani gapiraverasanmi? Ha? Yo'qol bu yerdan. Hozirroq ketmasang militsiya chaqiraman. Meni zo'rlayapti deyman. Seni o'sha katagingga qamayman yana. O'sha qamoqda chiritaman seni. Yo'qol! Chiqqan qafasiga tiqaman qaytarib. Seni zo'rlab bo'ladimi? Ahvolingni qara. Bor tashaga yo'qol. Yo'qol bu yerdan. Hali qaytib kelaman. Ko'rasan. Kelaman. Kelaver, Liboyaga javob beraman. O'zi To'xta. ko'cha tiliga o'tib ketdilar o'zi. Yo'q, kinoni lapini qara. O qara. Na, Kamera chiqib qolibdi. Kameradan uchun ko'ryapsanmi? Nimasi obyektiv chiqib qolibdi. Liboyaga javob beraman. Gap yo'q bor. Jinoyatchi. Ahmoq. O'sha kadr ko'rinadimi? Shu kamerada olingan kadr qarang. Qachon bu shu kadrni qo'yib o'rganda mana shu lapi chiqmasdi. Birgacha ham uxlaydimi? Vaqti bo'lyapti. Uxlasam uxlaman deb. Oling. Nonushtani qachon edi tayyorlab qo'yganim? Say. Yetgan jonim Men ishyapti shekilli. Men. bir borib ko'rinaychi nima derkan. Lekin bu degani doktorni to'xtatamiz degani emas. O lecheniyalarni ham hammasini davom ettiraveramiz. Xo'pmi? Endi ko'pchilik maqtayapti folbinni. Ko'pchilikni farzandli qilgan ekan. Mana o'qidim, ha. Meditsinada 5 yil bikrda yurgan u. Lecheniyadan tashqari unga ketyapti, folbinga. Mana bu nima berarkan? Ishonadiganlar bor-da. Ishonadiganlar ko'p-da. Ishonadiganlar Ko'p-da, masalan, mencha opxoli chiqib qoladi-da, ko'pchilik, ko'p odamda mencha opxoli chiqib qoladi. Manja kvalifitsirованный emasman meditsinada ham. Просто aytayapman. Mencha bironta narsa chiqib qoladi. Vaqtida kelib, masalan, doktorga uchrasa, bitta ukol bilan или просто mashina ichiga shuncha joyini kesib tashlab, olib tashlaydigan narsani qilmaydi-da, qanaqadir shunaligi ekstrasenslarga boradi. Hech nima bo'lmay bir 2 yil o'tadi, malamdeli narsa bilan keladi-da, ikkinchi masala chiqib keladi. Keyin keladi, keyin o'zi неизлечимый bo'lib ketadi-da. Bunaqa tushkunlikka tushib qolmang, xo'pmi? Nima? Oy, qoshim. Men vaqtli turib nonushta qilgandim. Men sizdan? Turmaganingizdan-ki. Yo'q, mayli. Xafa bo'lmang. Faqat o'zini o'zi solyapti. Tamam, zo'r joylar. Erkak kishi folbinga borganini ko'rganmiz. Hozir kinoda ko'ryapmiz. Kinoda mana ko'ryapmiz. Eshittimi? Piratu? Mashallah. Tushunsiz, biz ayolim bilan anchadan beri farzandli bo'lolmayapmiz. Bitta insonlar aytdiki, issiq sovuq qilgan bo'lishi mumkin sizlarni deydi. Keyin doktorga ham boryapmiz. Doktorlar ham harakat qilishyapti, muolajalar qilyapmiz. Lekin chiqmagan jondan umid deb oldingizga keldim. Sizni lekin rosa maqtashdi. Eng zo'r folbin deyishdi. Bilaman. Oo. 108 yashayapti. Sizni yaqin qarindoshingiz. Ilmi amal qilgan. Ana istoriya aytamizmi, aytmaymiz? Telefon yo'q qolgani. Da, aytamiz. Aytib ber. Короче, bitta o'rtog'imizni
uyda telefon yo'qolib qolgan. Keyin u telefon bir 3-4 oydan keyin o'rtog'im topib olgan. Keyin qanaqadir problemasimi bo'lgan. Bu telefonni uydagilar yo'qolib ketdi deb o'ylagan. Короче, u telefonni 3-4 oydan keyin topib, problemasi borligi uchun sotib yuborgan. Sotib yuborgandan keyin uydagilar aysiga kelib qolgan u telefon. Keyin qidirishni boshlashgan. Короче, keyin ekstrasensga borishgan ekan. Borishganini bilib o'rtog'im вообще qo'rqib yurdi, bir вообще g'alati bo'ldi. Bir haftacha qo'rqib yurdi. Bir haftacha qo'rqib yurdi. Keyin короче borib kelishgan, ekstrasens nima degan? Telefon qayerdadir uylarda turibdi degan. O'zi hammaga yolg'on gapiradigan qancha shuda bor. Ko'p mandan istoriyalar bo'lganda, endi qanaqa bo'lganini aytmayman. O'zi u narsa yo'q-da, u sotilib ketgan, yo'q ketganda qo'tsaginaqa. Borsa birinchi o'rinda qattiq ovqat deb so'raydi. Uyda edi, yo'qib qolsa bo'ldi. Uyda qayerdadir yotibdi, qarang topiladi, tudasida. Или на крайний случай uylarga kimdir kelib turadimi deydi. Ha, O'sha qanaqadir bazovida любой situatsiyaga tushib ketadigan odamlar ishonadi. Kukla vudu turibdi. O'sha kavaretni qara, kukla vudu, paxta gulli piyola, dasturxon, doira, karta, вообще mix qilib tashlabdi hammasini. Erkak kishi. Amakim. Voy, Ana o'zi O'sha navajashni hal qilyapti-da, ulovka qilyapti. qarindoshlarcha bitta maks bo'lgan bo'lsa, Yo'q, просто ulovka qilyapti-da, bu o'zida hal qilish uchun-da. o'zini o'zi sotib qo'yadi. Endi bu masalan amakisida podozreniyasini borligini bilib, xola добивать qiladi-da, amakis что-то не то degan. 100% amakim. Chunki biz yoshlikdan chiqisha olmaymiz ular bilan. Gapimizga to'g'ri kelmaydi. Keyin dadamdan qolgan uyni ham talashgan. U, endi tushundim. endi tushundim, endi. Bitta mana bu yelkasiga mishig'i shuni aytib turibdi, amaksa deb. Tarqalib ketmadi. Agar tarqalib ketganda begonalar bo'lardi. Jipslashdi demak. Endi chista logически olib qarasang tarqalib ketmadi-da. Qanday sovuq Tarqalmaydi-yu. voz tushib tarqalib ketishi mumkin. Suvga tushsam qotadi. Jigaringiz, qarindoshingiz aniq. Ko'rding, navajashni berdi. Keyin tog'asi amakisidan podozreniyasi borligini bilib, sразу qarindoshingiz aniq deyapti. Masha vaxatronda. O'ziga o'xshab befarzand qilmoqchi bo'lgan shekilli-da. Xotini ham ilon juda. Amakim 100%, opa. Yaxshi. Tushundim. Qaytarib qilish kerak. Qaytarib? Nima u? Amakingiz qilgan ilmi amalni o'ziga qaytarib qilamiz. Kamida 3 marotaba. Ya o'zini bolasi yo'q, amaksini. Qandoq? Yo'qlarsa minusga qilib. Yo'q ketyapti-ku. Apolmeslar ozgina grippim bor, shuning uchun. Ko'rinishingizdan juda oddiy odamga o'xshayapsiz. Eng katta kasalsan. Sizga kelishtirib qilib beraman. Rahmat opa. Endi to'g'ri tushunasiz. Har bir qaytarig'im o'zimga ziyon bo'lib keladi. Oladigan pulim mana shu ziyonimni qoplashi kerak. Nima? Mana shu svet qo'yishni epladimi, qara. Jasadiga yumaloq svet berganda o'zi. O'zi вообще не только qaramayotga ten tushyapti-da. Keyin bu svet batdan beryapti. Keyin bu лицо вообще освещаться qilmayapti-da. U o'zi вообще полностью noto'g'ri. O'zi haligi ekspozitsiyani треугольник bo'lish kerak-da odamda. Endi bizda ham svet плохой, но biz haligida podvalda o'tiribmiz-da, video bor. Ular haligida Xonani ichida soya nima keragi bor? ну хотя бы bizda источник света bitta-da. Ular jasadga berganda qara. Iydamat. Yo'q, ten qara. O'shani aytibdim-da. Jasaddan mana bu taraf ham sangor, yashil. Nima har xil. Bu nechi pul bo'ladi, opa?
Mishadan so'rayapti. Mishig'idan so'rayapti. Qaytarig'imiz $500. $500. Tushundim, yo'q, Mishig'idan Agar shunaqa uslugalar kerak bo'lsa, $500 o'zim qilib beraman. Обращаться qilaveringlar. Qani opa yordam bersangiz men harakat qilaman. Qarz qurs bo'lsa ham topib kelaveraman. Faqat shu ayolim bag'ri to'lsa bo'ldi, to'g'risi. Bo'lmasa hozir bittasini qilsak bo'ladimi? Keyin ikkitasini Qilamiz. topganda. Pul topganda emas. Orasini sovutmasdan qilish kerak. Tushundim siz. Kelishdikmi? tezlayapti. Endi vaqaganligi soqolni shishib-shishib. Olti tushmanga Voy voy voy. Amakingiz ismlari nima edi? To'lqin. Folbisani top. Короче. Gapirib keladi. Yaqinda farzandlar olamdan o'tganmidi? Ha, shunaqa bo'lgan. Qo'yli. Meni odamlarim Yaqinda farzand olamdan o'tganmidi-ku. Boshda mana bolani o'zi aytdi. Lekin bolasi yo'q. bolasi yo'q, bolasi bo'lmagan. Bolasi yo'q dedi. Bola ko'rmagan ma'noda kelishadi. Endi vozdux otib qo'yyapti-da. Tipa выкручиваться qilib ketardi agar uni bo'lmasa. Lekin zo'rurdi tochkasiga. Passajeti. Bu sandaqalar ishonaverar ekan lekin. Sen o'zi pastga ishonyapsan. Men bu aron ketyapti-da, tochkasi. Erta aytyapti, birorta folni topaylik. aldamaydi. Opa, ancha hech qanaqa zaklinaniyasi yo'qdi. Hozir pisir qilyapti. $500 tagiga keturmasa, bu keturmasa. $500 ishlatyapti uyada. $100 vaqa $200. O'zingiz ham juda qaysar inson ekansiz, a? Dadamdan o'tgan. Oh, meni mushugimga yoqmayapsiz. O'zingni bos. Diodora, o'zingni bos. Kim? Diodora. To'g'ri. Mishiq bor-ku. Qanday turgan ekan yelkasida? O'rgadim. Ha, qimmatmi shu? $500. Ertasi ikkita bo'lyapti, desa. Bezovta bo'lyapti. Opa, tish tozalayaptilar, debdi. Nima qilyapti endi? Xafa emas. Shashlik yeydim deyapti. Nice. Kechiryapti, to'g'ri. Amakingizni miyasini qaynatamiz birinchi. Miya sho'rva. Miyasini qaynatamiz deyapti. Jiyani borib olib bosib qotiryapti. Va ko'zlarini kuydiramiz. Серьезно olib qarasanglar, вообще sizlar ishonasizlarmi shuna tematikaga? Hech qachon. Goroskop, numerologiya, ekstrasenslar, retrogradniy Merkuriy, tуда-sюда mana shunaqa temalarga. Mana vashi Retrogradniy Merkuriya, tushunmayman. metrogradniy. Mana shu irim-sirimlar. Ko'zlarini qulflab Şey, ishonmayman bor-ku shunaqa. Sizga gapirmaydi. Sizga qilgan dushmanchiligi oxir oqibat o'lim bilan tugaydi.
Qanaqa mashina ekan? Volkswagen. Volkswagen. Mashina Volkswagen uyini qara. Uyni ahvolini qaranglar. Вообще-da, хотя бы balki o'ziniki emasdir. Kimniki? Taksida. Biznes taksi yuribdi. Qo'shni. Qo'shning eshigini tagiga uyni qo'y, mashinasini qo'yib qo'yamiz shunaqa. Biznikilar qo'yardik. Mana shu darvozangga qaratimi? Yo'q, yonmachi turadi. Endi mahallani orqasini bilmaymiz, qanaqa. Baribir-da, очевидно-yu. Kino. Said? Saida? Yo'q. voy assalomu alaykum Alaykum assalom. yaxshi borib keldingizmi Ha, borib keldim. Deb kelib aytyapti. Jonginam yuragim titraydi. Qaraga. Bu fotoga borganda kunduzmidi? Вообще kechqurunida hatto. Tushdi, qorong'i. Просто folbinda uyga boryapsan-da. Multivселенныйda bu. Narigi вселенныйga borib, folbinlikka borib, qaytib kelyapsan. O'zi hamma follar shunaqa qorong'ida o'tirishgan, ha, spitsalni. Ularni ertalab tushmaydi, folbin, черная magия, tushunyapsan? Ularda o'ylash bo'yicha shunaqa men. Nima o'ylab qo'yasan, естественно shunaqa. O'zi nima haqida gapirayotganingiz? O'zing tinchmi? Yaxshi o'tiribsan? nimaga gapiringiz yo'q nimadir bo'ldimi Просто объяснениесі bitta. Mana shu ssenada bitta o'tirib olishgan, hamma kadrda, nari folbinda uyda bitta o'tirib olishgan, shuning uchun razница bo'lyapti. Если haligi. Lekin mantiqqa tupurishgan. Конечно. Na, kadrlar qanaqa bo'ladi, unga tupurib qo'ygan. Boru endi 14 minut ko'ribmiz. U battur yarim soat video ketyapti-da. yoki biron bir yomon gap eshitdingizmi Folbinga bordim. xo'sh Hozir aytdi, follar bilan kelyapman. Nechta Kimdir issiq sovuq qilgan sana dushmanliging bor deydi. O'zingni yaqin qarindoshingdan juda ham yaqin deydi. Shunga o'ylab o'yimga yetolmayman. kim bo'lishi mumkin Opa, lekin roza isterichkaga o'xshayapti, qoshimda ekanda. Adamni pilit qiladiganlar bo'ladi. Yo'q, deyapti. O spokойно. Amakim kim bo'ladi? O'zi azaldan chiqish olmaymiz-ku, bilasan. Keyin ham sal xushlamaydilar meni. Bu hammasi qachon boshlangan? Mana shu adam rahmatli o'tganlaridan keyin mana shu 3 oy talashib oraga sovchilik tushib qolganda ular bilan. Endi boshqa qarindoshim yaqin qilmaydi. Qolgan hamma bilan yaxshiman. Menimcha shular issiq sovuq qilganini o'ylayapman. Bir marta folbin aytdiki 3 marta kelasan deydi. Bir marta anu qaytariqni nima? Qaytariq qildi. Yana 2 marta kelasan deydi. keyin yaxshi bo'lib ketar ekanmi farzandli bo'lar ekanmizmi Endi shunaqa deyapti-yu. Lekin baribir o'sha gap doktorga Lekin boru, agar бесплодный bo'lsa, butun qarindosh urug'larga qaytarib ko'rsa ham foydasi yo'q-da. boramiz, bu yoqqa ham boramiz. Xo'pmi? ho'p nima bo'lsa ham farzandli bo'lsak bo'ldi Xudo xohlasa bo'lamiz, lekin folbin qimmat ekan juda bor. Falon pul har bittasi. Arzon folbin bormi? Bormanda jigar. Foto flash. Flash olib bering, fol ochib bering. 15 yillik hayotiga ochib bering. Seni birinchi doktorga tashlayman, keyin o'zim yo'l-yo'lakay folbinga borib o'sha Mix qaytarib qilyapti-yu. Haligi trash narsa bilan adekvatniy narsani. Sen doktorga tashlayman, men folbinga ketaman. Sen qilding o'zi man to'payroq. Mana shu 1-2 kun shu bilan shug'ullangancha zora yengillik bo'lib qolsin menga. unda pulni o'zingiz topasiz a Qo'shni topib bering. Kim topadi boshqa? qimmat eganingiz Bor pul ishlab kelyapti xotiniga. Bola sang kerak-ku. Volkswagen bor, sotinglar. Oy. Bo'ldi, sen uni o'ylamagin. Undan ko'ra bor, hani eski kiyimlarimni olib ber, men ishga borib keling. Endi Volkswagen'da yuribdi-yu, hammaga ham Gentra'da yurishmasda.
hamma Android ishlatadiganlar hozir xursand bo'ladi. Galaxy S22 Ultra'da olingan. Mana telefon shuni oladi aytadi. Sizlarda ham shunaqa tanishlar ham bormi? Qachon ko'chaga chiqsalar kechki payt jichoy ko'rinib qolsa bo'ldi. Android ishlatayotgan mo'y выход deydi chiqib сразу oyda olib mana Bu oyamcha chista qayerdandir olingan videoga просто olmaganlar o'zi. Очевидно. Слишком яркий. И ha bu hozir Ko'raylik, chetcha tushunamiz. Necha ko'raylik xatar. Tushunamiz kerak. Ha, yetdimi? Oyi. Tinchlikmi, yaxshimisiz? Ranglaringiz oqarib ketibdi, nima bo'ldi? Yo'q, yaxshiman. Suv olib kel. Bo'ldi, xo'p, oyi, hozir. Suv olib kel. Astag'firulloh. Nega bunaqa tush ko'rdim? Bu uxlashdan oldin xatar yuvib tashlamasmi-ku? Yo'q, o'sha. Oradan vaqt o'tdi. Opa, assalomu alaykum. Uyga prosta kirib keldim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Pasuni uyda. Yaxshi bo'ldi. bular yaqin bo'ldi bir-biriga. $500 oldi opa. Duo qiling endi. Ha? Namuncha xursand. Ekstrasensga kelib duo qiling deyapti. Oo, Absurd. ulug' shavar. To'g'ri. Sensan. Shu desangiz, xotinim bo'yida bo'ldi. O'shani yengillik bo'lsa yetib ketgan degdingiz. Keldim. Kecha doktorga borsak, homilador dedi xotining. Rahmat sizga opa. Endi doktorlarni ham foyda Ключевой narsa doktorga boruvdik deyapti, homilador deb. Doktorlarga emas, menga kelyapti, rahmat aytgan. bo'lgandir balki sizniki ham, lekin rostdan ham maqtagancha bor ekansiz opa. Shubhalanma sizniki ham deb. Sizniki. Doktorlaring ikkinchi o'rinda. Meni ilmi amalim, qaytariqlarim seni farzandlik qildi, bilib qo'y. Tushundim. Lekin Doktorlar 7 yil, 10 yil o'qirganda bir tilagan folbin oldi, bitta mashinani. Endi mashinnik bo'laman. O'qima, sana bo'ldi, yig'ishtir. Folbin bo'lmay qol bo'ldi. hali xursand bo'lishga hali erta. Bo'ldi, opa bitta shularlar, ishontirdilar, что nima deydi? To'ptalar, bu hamma narsa qo'ldan keladi. Bo'ldi, bo'q deydimi? Bo'ldi, dabit qilishni boshladilar, hali tugamadi. Qo'y. Yana bitta qaytarig'imiz bor. Bu juda muhim bu. Agar buni qilmasang, juda og'ir musibatga uchraysan. Yo'q. Opa menimcha Mana meni odamlarim aldamaydi. Odamlar. Men o'z Karol, tuz. Xuddi bu brat tushunayotganda, mana meni odamlar aldamaydi. Bu nimadan tushunish kerak? Aldamayapti. Bor, lekin 5 sekundlik videoga 15 sekundlik рассуждение to'g'ri kelyapti. 40 minut topdi. Endi 20 minut ko'rdik. Har 5 sekundda cringe kino o'zi. o'zim sezgan narsamni aytyapman va bu narsa bo'ladi albatta, agar qaytarig'imizni qilmasak. opa hozir Butun umrga o'sha yerda крючокка lekin. Hozir bitta qiladi tug'ilguncha, tug'ilgandan keyin opa mana tug'ildi deb kelsa, Bola kasal bo'ladi. mani odamlar aytyapti. 1 yoshgacha yetib bormaydi, yana darshida. ko'chadan qasd qurib solganman. Endi aytiladigan gap emas, sizlarni to'lashim kerak. Bir keyinchalik bir kelib o'qitib qaytarib ketsam bo'ladimi? Yana $500 topish sal
Hamma narsani issig'ida qilish kerak. Kechiktirib bo'lmaydi buni. Shunday kirib jigar chiqarib ol. Pul topiladi. Oila, baxt, farzand topilmaydi. To'g'ri, Pullar to'lash topiladi. Pul qo'lga kira deyishadi, lekin hozir to'g'risi meni qo'limga kirmas pul. Menga juda ham pul kerak, qarzlarim bor, ularni to'lashim kerak. Agar oxirgi ilmi amalni qilmasak, qaytariqda o'qimasak, tug'iladigan farzandning o'lik tug'iladi. Tug'ilmaydi qo'y. Bu deganim shuki, oxirgi ilmi amalni qilish. Kallasini zo'rlamni hozir. Buni men emas, meni odamlarim xohlayapti. Opa, menimcha men sizni tushundim. Bilmayman, yana ko'nglingizga tegadimi yo'qmi? Menda hozir pul yo'q. Hozir qildira olmayman. Menda yaxshi doktorlar aytishdi, bolang yaxshi, katta rivojlanyapti deyishdi. Shuning uchun opa, menda unaqa pulim yo'q to'g'risi sizga beradigan. 3 barobar deyapsizmi yana? Qaragan bosh topam o'ldirdi-yu. 1 oy oldin deydi. Hozir oradan qancha o'tdi ekan примерно? Endi 3 hafta o'tdimi? ну, возможно. Aka endi o'ziga kelyapti sekin-sekin. No, bitta narsa, albatta stikovatsiya qilmayapti, по-моему. Endi o'zi beremenniy bo'lgani 2-3 haftadan keyin bilinadi-yu. O'zi bu где-то 1 hafta yurdi deylik-a. Ha, 3 marta. 2-3 haftada o'sha beremenniysing bilgandan keyin qanday senga doktorlar homila sroki yaxshi, rivojlanyapti. Shunga qaramazmi hozir? shu stikovatsiya qilmayapti, по-моему, shu narsa. Har bundan keyin qanchadir vaqt o'tsa kerak. Opa, 3 barobar nechta pul bo'lishini bilasizmi? Ko'rganmisiz o'zi 3 barobar pulni? Bilaman, Dubayga putovka olmoqchimanlar. Sen menga aytyapsanmi, pul ko'rganmisiz deb? O yigit, agar men aytgan summani ertadan kechiktirsang, o'zing ham, xotining ham, tug'iladigan bolang ham o'ladi. Qo'rqib ketdi. Yo'q, opa, siz qiziqmang, faqat qanaqasiga? Ya, endi keldim 1-2 marta pulingizni berdim, endi bunaqa qilmang-da, opa. Bu yog'i haqqoniy bo'lsa, iltimos. Yo, siz meni qo'rqitmoqchimisiz hozir shunda? Men bilmadim, sen qo'rqasanmi, qo'rqmaysanmi? Meni bir tiyinlik ishim yo'q. Menga qarang, opa. Menga bo'lar bo'lmas narsani gapiravermang-da, tushundingizmi? Jonni faqat Xudo oladi, siz emas. Meni sizga beradigan Ashta, brat, endi uni yo'qdilar. Bo'rding Endi kelishdan oldin o'ylamadi bu narsa. O'ylamagan. Buni Xudo ko'ryapti. pulim yo'q. Boshida berdim pul. Endi bunaqa nohaqli ishlaringizni qilmang, xo'pmi? Sizda gazini ko'pini ko'rganman. Rahmat shunchalik yordam berganingiz uchun. Oy yigit, ketsang ketaver. Jonginam yuragim titraydi. Kech bo'ladi. Bolang o'lgan bo'ladi bu paytda. Hali yana albatta qaytasan. So'tak. Qizim, Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni tanidingmi? Yo'q, uzr, tanimadim. Kimsiz? Sen rahmatli Alisherning qizimisan? Ha, dadam bo'ladilar. Men rahmatli dadangning o'rtog'iman. O'tir, olib borib qo'yaman. Ay, yo'q, rahmat. Nima Men bo'lsa? o'zim yetib olaman, hech qancha qolmadi. Brat, haligi uyga janjal qilib kelgan akami. Ha, bo'ldi, shuni so'ramoqchi. Yur, xavotir olma, o'zim olib borib qo'yaman. Rahmat. Ovora bo'lmang. Yo'q, ovorasi bo'laman. Kel, o'tirgin. Yo'q, hech qancha qolmadi. O'zim yetib olaman. Yaxshi qoling. Rahmat. Borsang bo'lardi. Просто mesj olmoqchi bo'lib, ataylab qizindan mesj olmoqchi. O'shaning uchun to'xtatib, mashinasiga o'tirgizmoqchi bo'ldi, tushundingmi? Uxlayapsan? Yo'q, ko'ryapti. Astagfirullah. Astagfirullah. O'zing kechir, Xudoyim. O'zing kechir. Bir lahzada
qalbimni shayton vasvasasi egallab oldi-ya. Onasini qilgan razilligi uchun yo'q, qizini jazolay olmayman. Kechir egam, kechir. Meni oilamni buzilishiga sababchi bo'lgan o'sha folbinni o'zing jazosini ber. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom, yaxshi keldingmi? Pul e'tibor berganmi? 3 ta kadr oldi. O'zi birinchi kadrda pul Почти почти tugagan. ikkinchi kadrda yana boshlasa, uchinchi kadrda yana to'liq. Tugamayapti pul. Yaxshi. Oyi, meni taniydigan dadamni biron bir yaqin do'stlari yo'qmi? Nimaga so'rayapsan? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hozirgina uyga kelayotganimda bitta mashina kelib yonimga to'xtadi. Yur tashlab qo'yaman dedi. Dadamning eng yaqin do'stligini aytdi. Uyimizni qayerdaligini ham bilar ekan. Men odamni tanimaganim uchun yo'q, o'zim boraman dedim. Gavdali qorachadan kelgan odammidi? Oq mashinasi bor edi-a? Ha, oyijon shunaqa edi. Siz uni taniysizmi? Gavdali qorachadan kelgan oq mashinasi bormi? Saatsa taniyman desa. Eng qizig'i O'zbekiston 90% oq mashina. Hamma qorachadan kelgan. Hamma qorachadan kelgan, quyoshdan kelgan. Gavdalik. Semiz. Meni gapimni yaxshilab eshitib ol. U odam hech qanaqasiga seni dadangni do'sti emas. U jinoyat. U sani dadang desa. Ovozim qovadi-yu, o'sha. Yaqinda qamoqdan chiqib kelgan. Yana bir marta seni yoningdan chiqsa, tez ket uni yonidan. Tushundingmi? Tushundim oyi, xo'p. Lekin u mendan nimani istaydi? Siz uni qayerdan taniysiz, oyi? Meni gapimni diqqat bilan eshit. Hech kimga ishon. Bu sani dadang. U tugul boshqasiga ham, hatto meni ismimni aytsa ham, mashinasiga o'tirma, tushundingmi? Tushundim oyi. Endi bor. Usti boshing almashtirda, kechki ovqat tayyorla. Tushundim. Xo'p. Folbinlarda ovqati ham boshqacha bo'lsa kerak-a. Unaqa atvar iz legushkmi, nima shunga o'xshagan birorta narsalar. Atala. Atala. Unaqa. Baqadan atala. Yaramas. Alamini endi qizimdan olmoqchi bo'ldimi? Hali ko'rasan men. Yana seni qamoqqa tiqaman. Lexus 22. Ertadan kechiksang, o'zing xotining tug'iladigan bolang o'ladi. Oy yigit, ketsang ketaver. Lekin baribir qaytib kelasan. Lekin kech bo'ladi. Opani stabilizatsiyasi o'ta kuchli ekan-a. Sen ketaver. Lekin baribir qaytib kelasan. Mishiq ham uxlab qolibdi. Bolang o'lgan bo'ladi. Bu yalmog'iz bolamga zarar berishiga aslo yo'l qo'ymayman. Yaramas, men undan yordam Endi savol. Hozir u xotinni o'ldirishga ikkita podozrение paydo bo'ldi. Bu o'ldirarmikan yo nari bratmi? Nima Buni bilasiz? ko'rsang, Yo, og'riyor. oldindan просто o'ylaylikchi o'zimizni fikrimiz. Zagatkami? Bu men bu deb o'ylayman. Men ham shu deb o'ylayman. Agar tushdan turish yomon bo'ldi. Mani fikrimni Telegram kanalimda ko'rasizlar. To'g'risami? Ko'raylikchi bilamiz. Meni o'lim bilan qo'rqityapti. Kimni o'ldirishini senga ko'rsatib qo'yaman hali.
bola ham opa bilan bitta mahallada yasharkan-ku, haligi Mersu bu. Ha. Boshdagi. Voy, kelyapti. Ha, bu so'y. Apam sizlar hammamiz esnayapmiz. Soat 3:30 bo'lyapti. Biz hali video o'tiribmiz. 7 ketish kerak ishga. 7da ishga borish kerak. Biz faqat biznesdamiz. Место для вашей рекламы. Qayt qilyapti. Qiz o'zi bilan petlichka olib yurar ekan-a. Izzat, bu yo'ldan chiqish xato. U bugun ko'rib qolishi mumkin. Qayerdan kirdik? Chatdan kirgan. Chatdan. Ya hozir spokойно borib ikkita odam o'ldirib keldi. Spokойно borib ikkita odam o'ldirib keldi. Eng to'poy narsa qildi. Telefonni ko'tarib keldi. Imeyka bilan probit qilsa, точно chiqib keladi-yu qayerdanligi. Eng qizig'i, nimaga kerak edi? И To'g'ri, oxirgi gaplashgan odamni tekshirish mumkin degan maqsad olgan bo'lishi mumkin, lekin no, bunga tuzda вообще qizig'i yo'q-da. Какой суть? Buni odamlari iPhone'da gaplashmaydi-yu, tipa endi odamlari bilan. Bo'pti, ko'ramiz. Izzat aka, nima qilyapsiz? Ha, mana bu. odam o'ldirib keldi. To'g'rilab qo'yinga o'xshaydi shuni hozir. Tekshiryapti. Yarim kechasi qayerda edingiz? Yarim kechasi? Turib qarasam yo'q ekansiz. Yarim kechasi, ha. Sigaretim qolmagan ekan. Sigaret olgani chiqdim. Biz ZOJ uchunmiz. Chekish sog'liq uchun zarar. Eng qizig'i bu kadrda ko'rinmadi-yu, birorta sigaret siqilib chekib o'tirgani. Qanday sigaret chekib Просто uyda turish kerak. На всякий случай. Ha? Xotinga deyapti-ku, sigaretni tugadi, просто aldayapti. Maziz yo'q. Ha, просто по факту sigareti tugaganda, chunki chekmaydi. Olib kelib qo'ygan. Yo'q o'xshayapti. Ko'p ovqat yeb qo'ygani uchun sal hazm qilib yurib keldim. Bo'ldi? Ha, ertaga ishga bormay qo'yaverasizmi bo'lmasa? Yo'q, ishga bormasam bo'lmaydi.
Yuraymi-da kirib yotaylik. Xo'p. Kiraver, hozir kiraman. Xo'p. Nimaga stuldan telefonlar olinmagan? Yangiligi bilinish uchun. Nimaga shunaqa ekan odamlar? Вообще, Yangiligi bilinish uchun. или просто video uchun mana shu yerga olib kirib qo'yishgan, или реально mana shu uyda butun umr telefoni bilan turadi shu. Yangiligi bilinish uchun. Mashinada ham xuddi shunaqa. Olinadi, telefonlar turadi. Yangiligi bilinish uchun. Да ты заебал. Quyoshdan ko'rganmiz kino davomida. Kim bu? Dilbar opa, Farzand uyiga keldi. Savol chatda. Kechqurun biri chiqib ketmoqchi bo'lganda eshikni yopib ketuvdi. Bu opa eshikni ochmasdan Yo, to'xta, gapirib olargan. Bo'ldi, tushundim. Ha, Gapirib olgan ha, ha. ekansa, men kirib ikkinchi kelyapti. narsa. Kim ochib qo'ygan eshikni? Bo'pti, endi ikkinchi savol, kim hovliga suv sepib qo'yibdi? Hovliga suv sepilgan. Mana Haqiqatmi? hovliga suv sepilgan. Odamlari. Odamlari jillar tozalab qo'ygan. Dilbar opa. Darvoza ham chista risovka uchun ekanda, bag'it eshik. Ovozi qara qolmadi. O'g'ri ham shundan kirgan tekshiruvda bir o'tadi. Qotil. Dilbar opa. Ha, birovning uyiga borsang shuna dakancha kirib kelasanmi, chiqmasa? Balki yaqin qarindoshdir. Folbin tarafini olyapti. Kim o'ldirdi? Xudo, bo'lishi mumkin emas. Kim ishi bu? Kim o'ldirdi? Allah, militsiyami? İltimos tezroq yetib kelinglar. Tutzor ko'chasi 8. Bu xonadonda qotillik ro'y bergan. Iltimos tezroq kelinglar. Wow! Kadr. Kim? O'rtoq boshliq mumkinmi? Keling. Yongindan yuragim titraydi. Har doim mana shu o'zbek kinolarida ko'rib qolaman. Masha aka bir Melisani boshlig'i bo'lib o'ynaydi bor-ku. Masha, bu именно Masha aka. Любой kinoda. Nimaga? Bashar to'g'risiga kerak. Hozir mana nima qo'lida olib yurgan broshurasiga nima yozilgan? Faxriyorlik. Mana просто kopiya chiqaryapti. Biror narsa aniqladingmi? Aniqladik. Qo'shnining darvozasi Akani og'zi yig'ilib qolgan ekan. Slishka kuchli ekan. tepasida kuzatuv kamerasi bor ekan. Zato aka sochi bormi? Round! Judayam yaxshi. Bo'ychi bo'y. Jinoyatga aloqador biror narsa bormikan? Hozir Jahon o'tiribdi-da. Kreslodan tushsam chip bo'ladi. 2 kun avval bir odam marhuma bilan qattiq tortishib qolishgan. Yana shuni aniqladikki, marhuma oldin folbinlik bilan shug'ullangan.
Shuning uchun u uyga juda ham ko'plab odamlar kirib chiqib yurgan. Yaxshi. Kechagi tundagi birorta tasvir bormikan? Bor boshliq. U yoqda faqat qorong'i bo'lganligi sababli jinoyatchining yuzi aniq ko'rilmagan. Lekin erkak kishiniligi aniq. Bo'lmasa devordan oshib o'tmagan bo'lardi. O'zingiz ham tasvirlarni bir ko'rib chiqarsiz boshliq. Erkak kishiligi aniq, bo'lmasam devordan oshib o'tmagan bo'lardi. Ayol kishi osholmagan. Qavatdan devordan osholmaydi-yu. Женская diskriminatsiya bo'lyapti. Bitta o'zbek kinolarida Borku? biz ayollarni pravasini qo'riqlaymiz. Ayollar ham devordan oshadi. Частично qarshimiz qo'riqlashga. Ko'raman, albatta ko'raman. Yo'q. Bo'lmaydi ayollarni pravasini zashtalarmi? Pullarimi, bir daliliy ashyomi yoki telefon apparatmi bormikan? Hozircha yo'q. Ha, agar telefon topilmasa, bizni ishimiz yana ham qiyinlashadi. Telefonni olib ketganni именно причинasi shu bo'libdi-da. Telefon topolmasa militsiyalar topolmaydi. Telefon bo'lmagan davrda qanday topgan-ku? Ochilmagan va shu преступность hech Topib turgan. Demak, xotin marhum telefonni olgan. Demak, qotil bu rejani anchadan buyon rejalashtirib yurgan. 2 minut ketgan rejalashtirishga. Yo'qdan turdilar brat. O'ldiraman, yo'g'iz bo'lar ekanlar, bordilar, so'ydilar, bo'ldi. O'sha janjal qilgan odamni ham topishimiz kerak. Balkim qotil o'shadir. Agar telefon ishga tushsa, jinoyatchini topishimiz yana ham oson bo'lardi. Agar telefon ishga tushmasa, Вообще по факту bor-u. U militsiya-ku, пробив данных degan narsa bor-ku. Telefon по факту просто telefonning zvonkini qo'yganda, chunki очевидно haligi yozishmagandir. Haligi qachon вообще перепискasi bo'lmagan 100%. Перепискasi bo'lmagan. Boshqa совместный rasmlar bo'lmaydi, klient bilan keling siz bilan qilib olaylik degan rasmlar bo'lmaydi. Просто telefonni haligi telefonni zvonoklarni пробив kerak. Bu militsiya-ku, qo'lida haligi bor. Любой masalan sotvestligiga chiqib, ism familiyasi bilan chiqib, qaysi nomer зарегистрированныйligini bittada bilib, o'sha nomerga o'sha kuni yoki o'sha oy qanaqa zvonoklar bo'lganini bittada пробив qilsa bo'ladi. Qara, bu bilan bundoq qilmoqchi. Telefonda sim kartasi bor-u. Sim karta orqali lokatsiyani bilmoqchi, uning uchun u telefonni o'chirib qo'ygan. Bular telefon bo'lganda biz osonroq ish haligi понятныйroq bo'lardi deyapti, tushunyapsan? Situatsiya, kim nima, cho'q chimu. Qaytarmay qo'yar o'zi вообще tushunib olamiz. qiyinlashadi yigitlar. Mayli yigitlar. Sergak bo'lamiz. Hamma narsaga e'tiborli bo'lamiz. Hech narsani ko'zdan qochirmaymiz. Kelishdikmi? Tezda jinoyat topishimiz kerak. Boringlar. Nimaga O'zbekistonda stolida kompyuter turmas-kun? Ishlash uchun bor-u, mana kreslasini qara. Mana shu kreslasida по сути olib qarasak, mana kreslasida baqa bori, mana shu ishlashiga to'g'ri keladi. No, oyog'i mana yerga tegib qoladi-yu. Ладно. Поддержка kutadi. Men bilmayman kompyuter nimaga ishlashini. No, ishlatadi, balki ko'p ishlatmas. Bilyapman. Topa-top qiladilar telefonni. Yoqadilar. Telefon. Bu kimning telefoni ekan? Battarcha. Juda qimmat telefonga o'xshaydi. Juda qimmat telefonga o'xshaydi.
Bilmasak iPhone'ligini. Yo'q hamma iPhone. Yo'q, u eshitma emas. Например, u telefonni olib ketganini smyslini tushunmadi. No, agar olib ketib, bu telefon yonmashi sel bo'lgan bo'lsa, u bolada, по сути, haligi iCloud bor-ku, paroli. Ochilmaydi 100%. Agar yonmashi sel bo'lsa, shu bronjaga otib olib, вообще yo'q qilib yuborish kerak-da. Bu uyga olib kelib, shkaf ustiga qo'yib qo'ydi. Вообще нелогичный-da. Kimga bo'lishi mumkin? Nimaga tepada turibdi? Yo'q, ko'rsammikin. Kim ekanligini bilardim. Yo'q, ko'raman. Qizda ham savolda kim ekanligini bilardim. Sen ham hech biror narsaga o'ylansang, o'zing gapirib savol berasan. Mana shunaqa o'tirib oldim. Sen shunaqami? Yo'q, qaraganda, yo'q, u eshitma bas. U bo'lsa ham мысльlar miyada крутиться qiladi-da, слух bas. No, u ham eshitma bas. По сути, bu qiz bilan eri yashar ekanda. Kim ekan deb o'ylanib yotibdi-yu. Eridan boshqa hech kim yashamaydi-yu, очевидно-ku. Shu kuni kechasi ko'rdik-ku, eri mana shu timirskilanib yurganini. O'shanga aytyapti, kimnikini olib keldik kun deb. Olib keldik degan joyi bor. Endi qaymiyat shu narsa o'tdi. Javob advokat bo'libdi, folbinlar. Kim bo'lishi mumkin? Voy. Telefon bezparolmi shunda? Yoqdilar, ochdilar, bo'ldi shu. Yo'q, da, parol yo'q. Yo'q, parol tergan degan bo'ldi-ku, Terganda bo'ldi. Terganda bo'ldi. Qayerdan bilding-ku parol? Xuddi bo'ldi. Voy, rasmlari ham ko'p ekan. Voy. SMS keldi. Ichki ishlardan telefon. Asam. Yo'q, olmayman. Yozsam. Yo'q, olmayman. Qo'shnilar janjal nima bo'ldi? Gaplashdik. Ochilib ancha bosilib qolgan. Ha, yaxshi. Demak, tinchlik. Tinchlik. Juda ham yaxshi bo'libdi. Kiring. O'rtoq boshliq, ruxsatingiz bilan. Hozirgina marhumaning telefon raqami ishga tushdi. Bizga xabar berishdi. Abid bizdan unchalik uzoq emas ekan. Juda yaxshi. Telefon. Men aytgan variant to'g'ri ekanmi? Yo'q, qaraganda, bu kinoga sen aytgan variantda nelogichniy-da. Yo, bilaman, lekin kino logikasi bo'yicha bular maqsad shu edi. Bular Lokatsiyani topish edi. No, lokatsiyani topish uchun telefonni olib ketganidan smysl ko'rinmayapti-da. Вообще-da. U bola to'pollik qildi, to'g'ri. Yo, tipa telefonni razvязка ham bo'lmadi-da, telefonni olib ketdi, или masalan, undan oldin telefonda qanaqadir kompromat, или yanaqa biron nima yo'q-da, telefonni olib ketdi, shkaf ustiga qo'yib qo'ydi, xotini yoqdi. Undan keyin bironta telefon bilan haligi действие bo'lmadi-da personajda. Hop, uni olib ketgan maqsadini bilmaymiz. Birinchi, nimagaligini. Yo, понятно, boshda men ham aytdim, Emeka bilan topsa bo'ladi, но прикол в том, что telefon o'chiqligida ham topsa bo'ladi, demak-kan. Yonish shart emas, sim kartani ishlatish shart emas. Menimcha bo'lmaydi, o'chiqligida. Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. O'chiqligida telefon lokatsiyasi topsa bo'ladimi? Qani yetishamiz. Tezda borishimiz kerak. Qani. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Ish topdim. Bittasi uyda tomini yopib berish kerak ekan.
Yaxshi-ku. Bugun dam olib erta ishga chiqaman. Xo'p. Haligi men bir telefon topib olgandim. U yig'ishtirganimda. Siz bekitganmidingiz? Kimdan so'rading buni? Saida, kimdan so'rab yoqding telefonni deyapman senga? Siz bekitganmidingiz? Bekorga bekitib qo'ymagandirman. Nima yoqding telefonni? Nima bir og'iz aytmaysan menga, tushundimisan? Nega baqiryapsiz? Saida, nima kalla ishlamaydi? Bekitib qo'yganimdan keyin bekitib qo'yganman. Nima yoqding telefonni? Nimaga bekitdingiz? Nima bo'ldi o'zi? Qamaladi, Tekshirib biroz. tushuntiribroq gapiring. Bo'ldi, qisqa bo'ldi. Xotin aytyapti, tupoy, telefonni nimaga olib kelding deyapti. Nimaga vahima qilyapsiz? Nima yoqasan telefonni? Ha, nima qilibdi yoqsam? Kimning telefoni o'zi bu? Bekinib yurishim kerak endi hozir. Kimdan bekinasiz? Katta o'g'lingdan bekinaman. Katta o'g'lingdan bekinaman, bo'ldimi? Nega jahl? Boraymi? Ну, чисто теоретически olib qarasang, agar чисто mana shu telefon zatsepka bo'lsa-da militsiyada, bular jinnini yoqib olib, просто ko'chadan topib olgandik desa ham hech nima доказать qilib bera olmaydi-da. Shu tarafi ham bor-da. Просто men ko'chadan topib oldim deb, tем более xotiniga nuqsa. O'zi bunday olib qarasang, примерный семья ekanda. Bunday unaqa skandallarsiz, so'rilarsiz, bironta uchotda yo'q. Plus-minus образцовый oila ekanda. Просто ko'chadan topib oldik deb situatsiyadan chiqib ketsa bo'ladi-da. Endi qara, agar chuqurlashadigan bo'lsak, bo'ldi, давай deydi, telefon tekshiradi. Men bola bilan aloqasi borligini biladi, telefon qilib borligini. Aloqasi borligini biladi. No bu как haligida sudda доказать qilib qilmaydigan fakt emas-da, chunki bitta klient bo'lmaganda u ekstrasensda, tushunyapsan? Ha, borganman-da, shunaqa shunga borgandim, tuda-suda deydi, и plus telefonni topib oldim. Deydi, "Что?" Видите? Balki shunaqadir. Yo, bu kinoda очевидно o'zi shu orqasidan qiladi. Biz jinoyat qidiruv bo'limidanmiz. Darhol eshikni oching. Ichkarida ekanligingizni bilamiz. Hech qachon bunaqa gapirmasam. Oddiy bittadan keldi. Tanish edi, o'rtoq aka, bormisiz? Qaroring chiqqandan keyin sразу ishlaydilar. Hech qachon senga darvozadan jinoyat bo'limidanmiz oching deb. Hech qayerga qocha olmaysiz. Atrof o'rab olingan. Vaziyatni og'irlashtirmang. Ko'chaga chiqsang 3 kishi. Xo'sh. Shuncha dalil isbotlarga qaramasdan Shuncha dalil uyingdan telefon chiqqan dalil. Всё. Boshqa narsani isbotlab bera olmaydi. jinoyatingizni tan olmaysizmi? Gapir. Nega o'ldirding? Просто qiziqish ketsa. Aybdor aka. O'zim Lulla yoqmaydi. To'g'ri. U duoibat qilaman dedi. Seni o'qitaman. Bo'lajak tug'iladigan bolangdan o'lib ketadi. Agar men so'ragan pulni olib kelmasang deb rosa qo'rqitdi. Aka, ancha yillardan beri endi farzandli bo'layotganlar. Shundan ayrilib qolmay deb shu ishga qo'l urdim-da. O'zi o'ldirish niyatim yo'q edi. Aka, o'ldirmasam ham bo'lmasdi. Boshqa bolali bo'la olmaysan, bolangni ham o'ldiraman, hamma urug'ing bilan qirilib ketasan, duo qilaman, mana shunaqa issiq sovuq qilaman deb tashladi. U mendan katta pul talab qildi. Men u aytgan pulni baribir topa olmasdim aka. Qilgan ishimni afsusdaman. Uni o'ldirish niyatim yo'q edi. Uka. Odam shunchalik ham vahshiylikka boradimi? Folbin mayli. Begunoh qizini nega o'ldirasan? Qisqasi 97-modda bilan 25 yilga qamalasan. Umring to'rt devor ichida chirib ketadi.
chista qiziqishga 94-modda Googlitz qilamizmi? To'g'ri 97 deyish kerak. 97. Googlitz-chi? Chista qiziqishga-da. Sverka qilamiz. O'yinni qasddan o'ldirish Kabi hisoblanadi. ichormagandir. Shu qanaqa to'g'ri topgandir qachabi. Hop, 97-modda. Qasddan odam o'ldirishga oid ishlarga to'g'ri ekan. O, gap yo'q, zo'r. Respekt. Tish dorasini ko'rasan. Qisa o'ldiradi. Hammasini joy berasan. Samasud qilyapti. Kameralar. Aka, assalomu alaykum aziz do'stlar deyapti. Bugun biz Marhabaga. manyak tushadik. 97-odamlar bilan ayblanuvchi. 97-odamlar bilan ayblanuvchi. Odamlarnimi? Odamlar dedi. Yo'q. Charchabsiz jigar. Tug'iladigan bolamni ham ko'raman deganman-da. O'ldirgandan ko'ribsan-da. Buni oldinroq o'ylash kerak edi. 25 yil. Bu bilet. To'xtang, 10 sekund qolibdi. Ko'p ko'ydingmi? Tugal. Birinchidan horror film, вообще horror emas aka. Otalar so'ziga o'xshaydi ko'proq. Больше haligi ekan. No, bitta narsada aytding, 25 yil deding. Shu haliginga bitta narsada to'g'ri podsoстоянием affektami, qo'rqibmi qilganu, no odam bitta ish qilishidan oldin последствиясini o'ylash kerak-da. Odam O'ylamayotgan darajada qilish ham mumkin. O'sha o'zimizda ham qancha bo'ladi bundan voqea. endi qarada, bu globalnida hamma odam o'zini действиясiga ответ qilish kerak. Ответственность oladi-da. Bunaqa убийствоlar, bunaqaligi ham даже вообще nerving chiqib ketganda ham, вообще stressing pik holatda ham qiyin-da bu narsaga borishing. Bu тем более turib, например, hozir menda shuna состояние affektda bo'lsa, sen oldimda bo'lsang, bu bitta situatsiyada. No, men uyimdan uyqudan kechqurun turib, seni uyingga borib nima qilishim, u ikkinchi situatsiyada. Chunki yo'lda bari протрезветь qilasan-da. Просто bu последствиясini o'ylamasdan qilingan ishda вообще любой преступленияларga ham в целом aytayapman-da. Yo'q, sira borib o'ldirib kelgandir. Aka tushdiman deb o'ylayapti. Shuning uchun har bitta ishni qilishingdan oldin последствиясini o'ylab, взвесить qilib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesinglar. Florida O'zbekistonda morальное просвещение olib kelyapti. O'ldirilgan folbin, o'ldirilgan lo'la.